yazgıçısı Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Biluqut şirkatida ovozga ilinib, Biluqut to'rda anlatildi. Qadrdon bir dam olish kuni oyoq elish uchun bozorga chiqdi. Fevralning boshlari bo'lg'achqa qor sovuq bo'lib o'tadi. Bu yil qor oz yog'di. Onun üstüge yığıp boğucu erip durgaçkımı. Şehir içindeki qarg'aylar, çimliqla, göl tekçileri içinde östürülgen arçıla yap-yeşil, köp-kök tavlanıp, yaz tüsünü berip duratdı. Ama kişiler kiyvagan yum popayka, xorum çapan, palşopkıda şundaqla eğizden çıkıvatkan appak qor zimistan küllerini eski salattı. Qadrdon Nanjing yo'lidagi yer osti magazinga palanpay bilan tushib ketyapti. Pastdan yuqoriga chiqib kelayotgan bir odam uningga qasddan so'qilgandek qildi. Qadrdonning ochiq kelib uningga qayrildi-da, o'rnida jim turib qoldi. Chunki murisi bilan qasddan urgan bu odam yanchiqchi o'g'ri Idris Modin edi. U yer osti magazinga o'g'irlik qilg'ili kirmasa, nima qilg'ili kiradi? degan xiyollar daqiqa oralig'ida qadrdonning kallasini kezib o'tdi. Qanday qadrdon? Bormayman degan tugmanga 7 qatim beribdi deb Shanxay kelib qoptiq-ku, dedi Idris Modin palanpay ustidagi deb. Yura qadrdon. Odam chalonroq yerga berib, birdan paranglashayli. Qadrdon uning orqasidan bilinmadi. Ular yo'lqirdagi tosh ustida o'tirishdi. Qadrdon Idris Modinning faqat o'zgarmagan siyoqiga san soldi. U 34-35 yoshlardagi o'rta bo'y, ko'zi ko'k, qosh, kirpik, sochlarigacha sarg'ush. Lekin panoq yigit bo'lib, chiroyi qonsiratgan o'kidek doim holrang turardi. Qadrdon uka, Shanxayda nima ish bo'tsa? Idris Modin pamak tanladi. Qadrdon olmadi. Lekin hozir chiqatamsa? Oshxonada so'g'izlik qilibman. Ammo lekin hozir tashlayolmadim. Mundaq degan. Ishaqmuncha 6000 so'm. Texi her ayda 3000 so'mdan 5000 so'mgacha mukofotim bor. Ahmaq. O pul yemsan, içemsen, çekemsen, qaysi biriga yetadi? Idris Modin eriq ichiga chertdi tükürdü. Shanxay degan qimmatli shahar bo'lsa. Shundaqmi? Yo'qdi yaxshi. Sana ne bo'ldi? Bola sevgiga vaqtindan tortib, undoq nimaga qanoat qilmaysan? Hozir ajab qanoatchanlik ketibsan. Bu degan o'zimizning yurt emas aka. Qadrdon bu sal hurpaydi. Yotqanga qarab tutsunsak bo'lmaydi. O'zing nima qilyapsan? Shuni bir degina. Qadrdon, men bilan Donbuga ketamsa, bir og'inamning oshxonasida ishlayman. Og'inam yaxshimi yomonmi? Buni bilmayman. Shunga bilmagan yerning o'y chunqur to'lida eng yaxshisi bormay. U oshxonaning yerim mablag'i mening. Yana bir tarafdan mening yotiqdan necha yig'izdi kam tasha. Yotoq puli to'lamaysa. Bu gaping rostmi? Rost bo'lmay, Shanxay bilan Donbu bahoda osmon zamin farq qiladi. Shanxay qimmatchilik, Donbu arzonchilik. Undaqda oyligimga necha bersa? Bo'pti. Bizmi 6000 berayli. Bo'ldi, bormayman. Bu yerda 6000 dan boshqa mukofotim bor. Ahmaq. Bu yerda
uydaki 6.000 bilan u yerdagi 6.000 o'xshamaydi. Bu arzonchilik. Yana bir tarafdan yotoq puli to'lamaysan-da. Shundaqmi? Az bo'lganda 6.500 so'm bo'lmasa ishlamayman. Onun ma'qul. Biz bilan qachon bo'lsa? Bugun 2-oyga o'ch. Yana 4 kundan keyin ish haqimni elib mangma. Amsa biz ketgach turayli. Sen 7-chisa borasa? Idrisga. Bizni deysa. Bizning zot kim o? Bir xarzo xo'jayindan 4 Uyg'ur balani setib oldi. Shular bilan ovqat qilma. Uqdim. Ularni yanchiqchilik qildi ekansan-da. Hay. Nomus qilsang bo'lmadi. Qiziq ekansa. Nimaga nomus qildi? O balalarning birini 20.000 so'mdan, jami 80.000 ga setib olgan tursan. Bo'lmasa pulimni tiroldirib olib, ondan yurtiga olib qo'ysam bo'ldi-ku. Tutilib qolsa, umrlik turmada yota. Dikene. Yeshir yetmagan balalarga pul to'lasak qo'yib etadi. Hozir bu balalar yer osti magazinda. Hali yugurishib kelishidi. Ularning hammasi xanzojga qilishidi. Sen bu Uyg'urcha gap qilma. Ondan asli ismini so'rama. So'rag'aning bilanmi demaydi. Urib, yurak oldi qo'yibsan-da. Ba'zida adatlab tursanmi, topdan chiqib ketadi emasmi? Shu asnoda yer osti magazindan 4 bola yugurib chiqdi. Nega berishni bilmay, yo'l eg'izida gangirab turib qolishdi. İdris ularga birdan qarab turib, arkasidan qo'llab chiqqan odam bo'lmagandan keyin bir barmog'ini puflab og'ziga tiqib, bir hush tutgan edi. 4 bola ushqandek yetib keldi. Ular qadrdonga gumonsirab qarashdi. Egiz qararoq bir bola İdris mo'donning quliqiga xanzoch pichirlishi. Uning chiroyi vilmidi etilib, beshini g'ildimlatdi. İdris mo'don boy turqi ancha farqlanib ketmaydigan 4 bolaga qopqini turib birga qarashi. Ular boy siri tizdirdi. Ondan İdris ularni bir-birlab chaqirishi. Ular bir putida yerni tepib qo'yib, dav deb vaqiraydi. İdris mo'don qadrdonga yur degandek ishora qilib o'rnidan turdi. Ular bir necha ko'chalarni aylanib, bir kalta bozorga chiqdi. Bozor o'rtasida ko'rinib islashib ketgan 2 qavatlik bir bino bor edi. Ular 2-chi qavatga tutashgan tikkida temir palampayga yamashdi. 2-chi qavatdagi bu 2 eg'izlik uylarning hammasi degidek Uyg'urlarning oshxona, navoiyxona, kavobxonalari edi. İdris 6 taxsi lag'min xazinasi. O tamoq kiyib bo'yicha yumaloq shirada cho'rdab o'tirgan bolalarni tunishtirdi. Ma'lum ismi Machur. İdris baştaki egiz qararoq balaga qaradi. Onun yanındaki oq pishmoq, do'g'liq bola Sheto. Avi cho'pin og'zi tiqvog'ini Shamol. Mava hammadan kichiki Lamba. Qadrdon bir-biridan o'moq bu bolalarga qarab ichi og'rib qoldi. Bo'libmi 8-9 yoshlar chog'sidagi London degan bola turib-turibla cho'nqur esadab qo'yatdi. Uning do'p-to'g'rak chiroyli qora ko'zlaridan qo'rqish va ansizlik alomati ko'rinib turardi. Ular tomoqini yeb bo'lib sirtqa chiqishdi. İdris qadrdonga qo'l berib xo'shlashdi. Bolalarni haftalik o'ynatqili Shanxayga kelgan. Bugun kech qaytamiz. Mana bu İdris 4 qatlangan qog'ozni qadrdonga berdi. Meni Bengbo'dagi adresim. Bo'ladi. Men 7-chi islo kesh yoki 8-chi islo yetib borman.
Qadirdan ularni uzitib etib, yer osti magazindan qishliq oyoqdan birini elib, yataqqa qaytdi. U ko'nglida ketadiganligimni Kerimjonga deymi, demaymi deb ishkilinib qoldi. Bunbudagi oshxona ko'ngliga xo'p kelsa bu yaxshi. Agar nobud bo'lib qolsa, Samatning oshxonasiga qaytib kelgandan kamligini yaxshi. Chunki o'zini arzon qilib qo'ysa, e'tibori bo'lmaydi. Demisi bu Qadirdan İdris Modondek yanchiqchig'i ko'ngil to'xtamay turadi. Shunga u Samat Kerimjonlar oldida tanglik qolmaydigan chorani ko'ngliga pukib qo'ydi. Buningda yolg'on etish to'g'ri kelsimi, lekin ular Qadirdandan ranjimaydi. Agar bunbudagi ish o'rni yarmay qolsa, qaytib kelsimi, Samat Kerimjonlar oldida chanmaydi. Shunga kechda Kerimjon ishdan tushib kelganda u chiroyiga g'amkinlik tusini berib jim bo'lib oldi. Kerimjon uningdan nima bo'lganligini ko'chilab so'ravergandan keyin Qadirdan bugun bozorda Xotan Noylik savdo kooperativining Sayyibani bilan uchrashib qolganligini so'zlab berdi. Uning deyishicha, "Akam kasal bo'lib yetib qopti", dedi Qadirdan chiroyini g'amkin ko'rishtirib. Shunga darhol qaytmasam bo'lmaydigandek turdi. Qaytib keldigansa, akam sal yaxshi bo'lib qolsa, qaytib kelmanda. Qachon maydaysa? Ish haqimda elib, 8-islom mahayniki, shu chaqcha Samatga deb qo'ymadi. Bo'ladi. Men Samatkamni ishontirayman. Boshqalarning ko'nglini og'ritishni o'ziga zodili ravo ko'rmaydigan Qadirdan 8-isla tushdan keyin g'ib budila Benbo'ga tikivatdi. Poyezd 2 soat ichida Benbo poyezd stansiyasiga kirib keldi. Qadirdan İdris Modon bergan adresni taksi shofiriga deyishi. O birdamdila kichikkina kalti bozorga olib qo'ydi. Qadirdan amdila mahallaga kirib 138-qo'roni izlab menishi. İdris Modon yiroqdala qo'lini pullanlatib varqirab yetib keldi. Mana. Asalni tetkapsan-ku, dedi İdris qo'l berib etib. Kichik Mapi mahallasi desa, buni burada bilmaydigan yo'q. Ular uzun bo'lmayla ikkili qanatiga bahor bayramlik tilak-tilash qizil shalparchaqlangan cho'ng darvozadan o'tib, kichikkina agun oldi to'xtadi. İdris Modon qulupni ochib o'yliga kirdi. Aslida bu kichikkina torchiq qo'ri yondagi cho'ng qo'ri bilan biri bo'lib, o'ttirsini ko'ni taqtay bambuk tayoqchalari bilan ayirib etib ijaraga berganligi aniq turadi. İdrisning uyi ishkarga tashqarqi 2 yog'iz bo'lib, uyga kirgandan keyinla oshxona edi. Ishkarga uyga yasalgan taxtay supida 4 bola yotadiganligini yig'ib qo'yilgan ko'ni tahiya, ko'ni adyol, yirtiq ko'rklardan belgili bo'ladi. Tashqarqi uy bir oz ozodi bo'lib, 2 bo'londa 2 karvat bor edi. Birida İdris Modon yotadiganligi yotgan ko'rpalardan bilinib turadi. İşkimiz mana shu yotimiz. Bo'ldi-ku? İdris Modon cho'nchilik bilan Qadirdonga qarab qo'ydi. Ishkari o'lkalarda bunchalik ozodi uylarni topmoq tasjimi? Onu bilmem. Ras azodika. Oylik qancha pul? Yilliga 10 bo'lsa. Oylikda 830 so'mdan eshib ketizga. Sal qimmatmi nima? Buni arzonchilik tavatatdan. 2 eg'iz uy, oshxona, ayrim qo'ri tursa. İdris sal o'ngandek bo'ldi. İdris Modon ertasi Qadirdonni bu shaharlik katta bozor maydonidagi Savur Mollak Qashqar tez tomoqxonasiga oldi. Savur Mollak bo'ynidan tortib gadangacha oppoq toqir bosh bo'lib, otquchining to'qmog'idek bo'yni, put qo'llari, qisqasi
hamma yeri dixmoqli odam edi. Parqirib turgan semiz yuzida erlarga xos soqol didoridan biror tal tukmi ko'rinmaydi. Anlasam, qo'rimchilikda maxsus o'qib chiqansa, dedi Savur qisqa bo'yinlarini to'lg'ab. Shunga seni sinab taqmasam bo'la. Savurka qadrdan tuzut qilmadi. Dilqut xazinasi gap yuzda yaxshi usul tuzda datga. Ish haqida o'ylashdingmi-ki? Edris bilan old kallaki bekitdik-ku. Qadrdan shartli Idrisga qaragan edi. O qizarib ketdi. Bo'daqlar, sana dedim-ku. Bunun 6.000 so'm pulini Shanxayning 8.000 so'm puliga tanqib qayshligini bo'ladi. Xayriyat. Ko'ngilchakning ko'ti o'choq degandek, qadrdan Idris Bozoning ko'nglida bir obdan issiq o'rindan ayrilib qolganligini his qildi. Shundaqmi, o biror 2 oy ishlab Shanxayga qaytib ketishni ko'ngliga pukdi. Ammo qancha? O ertasidan boshlab Savur Mollak Qashqar tez tomoqxonasida ishga kirishib ketdi. Oshxona sharoiti, xom ashyo mollaqi Shanxaydagiga qaraganda kam edi. Shunga qadrdan Savur Mollakka bir tizimlikni tutqizib, "Mushlarni tepib bersangiz" dedi. Savur Mollak qog'ozdagi mor, hayday qatorliq narsalarni ko'rgan ham oshxonada ishlatib boqqan edi. Lekin anglamagan, ko'rmagan, hatto tilimi kelmaydigan bir muncha narsalarning ismini ko'rib, bir hazo tangirqab qoldi. Unodan xotirjam bo'lmagan qadrdan xo'jayin bilan berib, bozordan birlikda setib olib keldi. Qo'rmalarning turining ko'payishi va zamon, makon, urf-odat ham millatga moslashishi bilan kundan kuniga odam ko'payib, Savur Mollak Qashqar tez tomoqxonasi 2 oyga qolmay xaridor uzilmaydigan avod oshxonaga aylandi. Lekin xuddi o'zim topgan baloga nega baray davoga degandek qadrdonning bundoq fidokorligi bilan xaridorlar o'tiri kechigacha uzilmasligidan u charchab holdan ketadigan bo'ldi. Ba'zida tun nisbi bilan uyga qaytib kelib, g'arduqda o'likdek o'zini tashlab yetib ketadi. Ba'zida bo'lsa, Idris Bozoning varqirash, tallash, urush ovozlari dastidan uxlayolmaydi. Hatto oldida qadrdon amdil uyga kirishi, ishkarki uydan qattiq cherqirash ovozi orqa-orqadan anglandi. Qadrdon etilib kirganda Idris yerda tugilib yotgan londonni tasma ballo bilan urib o'tdi. Burun va eg'iz javg'onlardan qon saqlayotgan bola o'mirib kelguncha qadrdonning orqasiga o'tib oldi. Qadrdon Londonning qon bilan bo'yilib ketgan yuz, bo'yinlarni ko'rib birdalla g'azabga o'rladi. Idrisga qo'lonta birdan qovul qadrdan birli ittirildi. Idris tamg'a go'ppidi yo'lib qoldi. Kichik gibi balını kırvat gibi onu qara. Ne banda taş beğenmirmisan? Anam ne? Bu cevapның balısı özgü pul tapamaydı. Tapqanlarının pulunu eksik qaytırıp berip yalaqçılık qildi. Ey, sen nima qilgan? Qadrdon Londonga emishdi. Qani degani? Machur, shita, shamolni olgan pul, telefon, qopchiqlarni nima tashlab berdi? London esadab ketdi. Qarasa, bir mo'min yillab, o'zini ko'rsatlab, burunlarini qonitiribdi. Benim üstüme vurup pul qopchiqini beribdilar. Aldığına İdris'nin tükürükleri çachirdi. Başqalar canlı alqanğı elib, təsdi qo'zi keltirgan narsalarni yaxshiroq bo'lib bermakimni. Qonchi, manchi qara.
Seni boğan degen divanıdan 10 yıl sonra setip algan. Құтылған. İdris urgılı dapşinip gelişi. Kadirdan onu tosup aldı. Boldu kılan. Otur küçük bola tursa. Yürü. Kadirdan İdris'in dolusunu ittirip elip mi aldı? Karıgına, ballarının korkup ketkenli. Bundan, aşkana çıkıp ağzı burnunu yiyip kürüp uxla. Kadirdan öy bulunуда bir-biriga qistilishib, tizdirni quchoqlab, titrab o'tirgan Machur, Shito, Shamolaga qaradi. Ulag'imi uxlanglar deb qo'ydi. Lekin uning ko'nglida g'alati gumon tug'ildi. İdris'ka, u bolalarni bir xanjurdan setib oldim deb atatdim. Ajiba hozir buvangdan 10 ming so'mga oldim deb atsan-ku. Aşılığın degan şunne, Aqsudagi bir qiyri divandan setib olgan. Bundaq g'ovg'a, varqirash, tillash, dumbu tepik har kuni degidek bo'lib turadi. İdris modun har kuni bolalarning yanchiqlarini ta'tir o'rib, peshonalariga no'qib, pulni naga yoshirdi. Bugun topqining nemandoq oz deb kachatlarga soladi. Putlarga tepatdi. Shunga bolalarning dumba, qo'rsoq, yuz, putlarda har xil tayoq izlarining ko'p-ko'p, qop-qora dog' va ishiqlari o'ksimaydi. Hatto tamaki o'tining kuyib izlari bor edi. Bugun bu xelili kash ishdan tushgan Qadirdan har kunligi piyoda kelayotgan ikki bekatdek yo'l ig'ir keldimi qandaq. Kuchchaqlik qaribadi keldi. U darvoza orliqiga qo'lini tiqib, ilg'irni chiqarib yetib uyga kirdi. U qattiq charchab ketganlikdan putlarini yuvish uyoq tutsin. Kiyim selishmi ig'ir kelganlikdan uyga kiribla o'zini karvatga tashlab etdi. Biroq ichkarki uydan o'zmay kelayotgan va degan ovoz to'xtaydigandek emas edi. Qadirdan ko'zini yumib, qo'lini yostiqqa yetib oldi. Shundaqdimi uzib va degan ovoz uning uyqusini qochirib, bezor qilyotdi. Oxir uxlayolmay, jeli bo'lib ketgan Qadirdan ichkarki uyga etilib kirdi. İdris'ka! Varqirdi Qadirdan g'azab ochiqida. Erib echib kelganda, bu uyda uxlagan bo'ladi yo'q. Har kuni varqirash, chirqirash, yig'lash, to'lib kepishning ovozi. Ko'rdiman. Mashq qilayotganimizni. O mashq emas, kichik bolalarning jonini qiynash. Sen odammi yoki yutqich hayvonmi? Qarpaqa. Qo'llarining terilari cho'g'ilib, suvib tushganmi? Ularga yumran bolalar tursa. Uy o'tirsida yerga qo'yilgan gaz o'choq so'z kuyayotdi. O'choq ustiga qo'yilgan cho'ng oq ko'rdan par ko'tarilib turadi. Kaltı işini bilenli kalgan yalınış balalar tezilip kelgenice ko'rdagi qaynoq suga shartli qo'lini tiqib dedi. Laylab yurgan supun yalanlısını ikki barmog'ida qisib chiqaradi. Ular har qatim qo'lni qaynoq suga tiqqanda bir qatim va deb vaqiraydi. Barmoqlarini silkib, o'rnidan nech perqirib ketadi. Siliq yalanini kim qisib chiqolmasa, İdris modun qo'ldagi bambuq tayiqi bilan bolaning yalın badaniga qarsildatib uratdi. Qarab baqa, bolaning badaniga shoyi atlasning o'zini bo'pti. Qadirdan ochiqida titrab o'tdi. Men sana 100 so'm beray. Al qayda suga qo'lini Böylece çıkıp bir tık baka bir kurt hazinesi. Kolundaki tayak bilen dündeki babıl örme. Kaç pul alırsa? Nemandak vicdanın pişecek. Vururum çürük ketken demese. Öz evladım. Benim tonun puştuğa bundak rahimsizlik kısan. Senin ne harin adam? Qadirdan
eshikni janglida yetib chiqib ketdi. İdris modunmu onun arkasından çıkıp kiyimlerini sep yattı. Biroq o qadrdonning chiroyiga qarayanmadi. Agar uning qadrdonlik kuchi yetgan taqdirda hozirgidek yer ostidan ho'miyib egri pushanishib o'tirmaydi. U qadrdonni ballig'idan tortib biladi. Uning qoqchilik qilgan Beijing, Guangzhou, Kunminglarda yurgan chog'lardagi ba'zi ishlarni ko'rgan. Ba'zilarini al og'inlardan anglagan. Hatto o'zini Guangzhoudagi bir ishni zodila unutolmaydi. Bir qatam bir qanchalagan dallollar ikki mashina raxtning metrini 1 so'm 68 tiyindan kelishtirib qo'ydi. Lekin otishliq ikki burutga kelib 1 so'm 70 tiyin qilib savdoni buzdi. Bundoq savdo buzish ishi savdogarlar o'rtasida intayin yomon ish sanaldi. Lekin yeniqi ikkisi qadrdonni hech nima qilolmaydi deb salchig'lagan edi. Shu chog'da qadrdon shartli pichig'ini chiqarib qaysini yaqin kelsang qorningni cho'v etaman deb oldin askarga etib yeniqi ikkisini peshva, kalla, mush, tiz bilan do'stlash orqali qonga bo'yab tinolmog'idek qilayotganda oxiri ular yig'lab turib "Jenim qarindoshlar, qutqizib olinglar" deb yig'lab sungan edi. Qadrdon har qanday jiddiy elishishlardan keyin ikki mushtini turgan holda chakchiyib jimmida turib oladi. İdris modun hozirmi yeliqi ikki otishning siyoqini ko'z oldiga keltirsa, teni sho'kinib ketadi. Qalpoq, qapoqlar yerilib, ta'tir o'rilib qolgan go'shlar, tuxumdek pulchib esilib qolgan ko'zlar, qon uyib, qaridab ketgan bo'rilar dexe tunimkideklar yodida turibdi. Shunga og'inni ara qadrdonni ochiq kelganda bo'g'irga kirgan g'oljir to'ga deb ta'riflashi bekor emas edi. Qadrdon, men bekorga ochiqligim yo'q, dedi İdris modon o'zini oqlab. Bu shumlarning gelini bekvatime, uçsuzu kiyim duruvatime. Onun ustiga nurg'un pulga setib oldi. Lekin hozir kirimning tayini bo'lmayotsa, gapimni anlig'im yo'q. O'qimsi. Bundoq odamning yonida bilgan bo'lsam, bu yerga hargiz kelmagan bo'ladi. Qadrdon atsi atigan xomush holda oshxonaga ketdi. Uning taliga xaridorlar oz edi. Faqat shu vaqtida uni sal oldirtib qo'ydi. Ondan odamlar yana silkib qoldi. O tushdan o'tganda qo'rsiga ochganligini his qildi. Shunga bir taxsi go'shtlik poloni qozon beshida yeb oldi. Usta, nima tamoqlar borki? Tamoq sunish tuychkida kang dastalik qora ko'zoynak taqilgan, oq seriq yuzini donxo'rak qoplab ketgan bir odam paydo bo'ldi. Qo'rsiqdek eshib ketdi. Polo yesingiz tayyor. Lag'ma yesingiz darhol tayyor qilib berma. Poloyingizning go'shti bormi? Biz bu oshxonada toz polo atmaymiz. Amsa go'sht besib bir qoch polo berma. Qadrdon bir cho'ng taxsiga poloni usib, ustiga yo'g'on bir parcha go'shtni besib, tamoq sunish to'shkiga akilishi. Eliqi xaridor osta, ammo sirliq qilib, qadrdon deb xirqiradi. Ondan to'shki beshin tiqib, yuzini qadrdonning yuziga yaqin elib keldi. Qora ko'zoynagini osta elishi. Qadrdonning ko'zlari chakchiyib, nafaslari tezlashib ketdi. Aysan xanazir? Muhammed Qarim, g'ayratchandu, adan gap bor. Men tamoqni yeb bo'lay. Aysan xanazir orqasiga chandurmay qarab qo'ydi. Anda sen yo'l boshla. Men arkamdan ayshay bo'landi. Savrka. Qadrdon
oshxonaning dam olish uyiga kirdi. Bir qoch pul olib qo'ysam, maydam og'rib ketadi. Haftaga berib, dori aka olay degan edim. Bo'pti, boringlar. Buningdan keyin kelganda men o'zim o'zdiman. Qadrdon Ayson Xenanjerga ko'z ishorasi qilib etib, ostidan chiqib ketdi. U to'rt ko'cha egizda birdam saqlab turishi. Ayson Xenanjermo qora ko'zoynigini taqib chiqib keldi. U qadrdonni ko'rib, shu tarafga menishi. Qadrdonmo yo'lni to'g'ri kesib o'tdi. Xalq maydoni tarafga bordi. Ko'rkam ham hayratlik loyihalangan xalq maydonining atroflari orcha qarg'aylar bilan zinnatlangan. Har xil shakldagi gul tashkillarda Janubiy Jungoning eng davlat e'tiborli gullari echilib ketgan edi. Iyonning o'ttirlari Dongo shahrining gul fasli bo'ldi. Butun atrof odam aqli yetmagan esil, nodir gullar bilan qoplanib ketadi. Qadrdon odam kelmaydigan maydon sirtidagi qo'lmoqlar yonishib ketgan borning ostiga kelib, shodi o'rindiqda o'tirdi. Angacha Ayson Xenanjer to'rt atrofiga qarag'uncha yetib keldi. U yanchiqdan tozliq qog'oz olib, ikki o'rindiq o'tirsidagi simut ustalni surtib etib, ko'zoynigini, tamaki quta, chaqmoqlarni qo'ydi. O'zi ustalga jaynakladi. Bir haza qadrdonga tikilib qaradi. O'zing kichik bo'lganing bilan aqling daryodek nima ekansa, dedi Ayson Xenanjer tamaki tutashtirib etib. Xuddi mushundoq kunlarning kelishini polsog'indek bilib tukansa emasmi? Degani Ayson aka, nima ishlar yuz berdi? Qadrdon ko'ngli ulfatlarni seg'ingan edi. Xolmat qorin, g'ayratchandu, abay gittar, matturg'un chilan, murodil panoq, tursun kalla, Dilmurat makashlar qandoqroq turyapti? Tugidi qadrdon. Hammasi tugidi. Ayson Xenanjer nechida yig'lab aytdi. Nechimon so'nliq, esil mehmonxonalar. Oliy tomoqlar bilan bezalgan so'rinlar. Nozli qizlar bo'ynida yilonda kira solgan ishratxonalar. Sharoqlab xashlagan qip-qizil pullar. Hammasi endi tushga aylandi. Ayson aka, zodi ulog'im nima bo'ldi degaman? Men turg'un shirin bilan Murodil panoq Beyjingda yo'qolib ketgandan keyin bizga osoyishlik bo'lmadi, dedi Ayson Xenanjer tamakidan yana birini tutashtirib. Qo'ng'jug'im mol yetkigan g'ayratchandu, abay gittar, tursun kalla oshkorinib qilib qochganda, g'ayratchandu bilan abay gittar o'q tegib naq maydonda o'ldi. Tursun kalla yordar bo'lib qo'lga tushib qoldi. Uloqda Dilmurat makashchi ikki tal kempet uning oshqozonida cho'milib ketib, xiroyi oshqozonni ko'ydirib jarohat qilibdi-ku. U birer ay o'lan-salan yurib, doktorxonada o'lib ketdi. Undaqda qolmay qarimcha. U Shanxaydan qochgancha, hamma yerdan sog'-salomat o'tib bo'lib, Ro'ylidagi kompyutlash zavodida tutilib qoldi. Ayson Xenanjer ko'zlarini surtdi. Shu qatim mol yurtganda, Xolmat qorim ko'ngli turgandek meni zavod qoldirib, mana bu qatim ko'nglim to'yib turdi. Biror ahvol bo'lib qolsa, sana telefon qilaman. O'zim hamma yerga benzin chechib, o't qo'yib dedi. Ular ketib, 11-kuni kechda men uy oldidagi bambuk o'rmonligiga kirdim. Shu asnoda cho'ng yo'ldan qayrilgan bir taksi zavod darvozasi oldida to'xtadi. Unidan qora ko'zoynak taqilgan Xolmat qorim tushib, oldirab kirib ketdi.
Ben onun arkasından barmay deb tursan, bir necha soqchi mashinasi paydo bo'lib, kompyuter soati oldi to'xtadi. Ondan 10 necha qurolli soqchi etilib kirib ketdi. Ham hayal o'tmay, qo'liga ko'zi silingan Xolmat qorinni gajgisini besib erib chiqdi. Ongacha ben o'rmon ichidagi hojatxonaning to'shkidan seyrilib tushib, belgicha nijofatga chilishib o'tirib qutulib qoldi. Undaqda Xolmat qorin bilan Tursun kalla tirik qo'lga tushibdi. Qolganlar o'libdi-da. Menimcha, Matturg'un Shilim bilan Murodil tirik qo'lga tushdi. Ayson xonanjarining bir dilla qapoqlari turadi. Mening gumonim, o'sha to'qi yuraklarning tosh qilishidan bizlar mushundoq kunlarga qoldik. Endi qanday qilay deysa? Ko'nglimga fikrim bor. Dil qut xazinasi yiroqlarga ketimi? Ayson xonanjar to'rt atrofiga qarab etib o'rnidan turdi. Xo'sh qadrdon, men ketdim. Xo'sh Ayson aka. Qadrdon yanchiqdagi bor pulning hammasini oldi. Ma'ni yo'l ishlat. Rahmat uka. Sening kichik o'g'ling tartib, mard, qo'lini chiqib bo'lish ekanligini biladi. Ayson xonanjar yig'lab aytdi. Rahmat, g'ayrat. O'g'lim so'l qashlab qutqizib o'tib chiqqanini pat-patni so'zlab berdi. Lekin bu qatim pulini olmaydi. Xolmat qorin menga hamma ko'p pul qoldirgan. Shuni qashlab bo'g'icha Xudo menga umr beramdi yo'q, buni bilmayman. İkisi qo'lmoq barini tegida quchoqlashdi. Ondan Ayson xonanjar qora ko'zanigini taqib, tez-tez qadamlar bilan maydondan chiqib ketdi. Yaxshi yomon kunlarda bor yo'qni tang ko'rgan ulfatlarning taqdir qismatlari qadrdonni lossida qilib qo'ydi. U xushhol bo'lishga tegishli edi. Xiroyin yetkash orqali nurg'un odamlarning oilalarning echinishlik fojiasini keltirib chiqaradigan bir zaharlik o'yin tarmor qilinishi hamma uchun xo'shallik ish. Biroq qadrdon ular bilan oz bo'lsa bir mazgil birodarlik, og'inbarchilik, aka-ukadek o'tgan kunlarni eslaydi. Birdalla hordiq yetgandek bo'lib qolgan qadrdon oshxonaga ruhsiz holda kirib keldi. O, xaridorlar tomoq yeydigan shiraga jayraklarni qo'ygunicha chekisini o'ylab o'ltirdi. Lekin oshxonaga qiyochiya ko'tirib yig'lab kirgan Machur, Sheto, Shamola qadrdonni o'rib olishdi. Ular Xanzo tilida bir-biriga qo'noq bermagan holda cho'rqirishmoqda edi. Machur, sen nima? Qadrdonmi Xanzo tilida so'zladi. Zaten nemish bo'ldi? Mundani soqchilar tutib ketdi. Idrisga demaysizlar. Qaysonlar tutilib qolsalar, osh pul to'lab chiqibdi-ku. Mundani chiqmayman bo'ldi. Shito esadab yig'layapti. Shuncha yolg'irsoqmi, o'limga. Nima ish qildi? Mundani choshqon tutolmaydigan mushuk deydi. Uni pul to'lab chiqmamisak, Machurning ko'zlaridan yosh to'kilib turardi. Buni o'tirishga o'tiraydi-ku. Ondan o'chmoq tez bo'ladi. To'xtama vallah. Ben xo'jayiniga ish haqini so'rab boqay. Qadrdon oshxonaning damalish uyiga kirib ketdi. Ayol bo'lmayla yenib chiqdi. Ondan bolalarni boshlab chiqib taksiga soldi-da, yurib ketdi. Ular soqchixona oldiga tushganda Machur oldirib palampayga qadam olgan qadrdonning yengidan tortdi. Uka, biz bu soqchixonani ko'p ko'rgan. Ular bizni taniydi.
Kirmaydi demoqchimi? Qadrdon shitoning beshini silab qo'ydi. Mayli, sizlar kirmanglar. O'zim kirib chiqay. To'xtang aka, dedi Macho. Siz men Lindaning dodisi, onu suyulib ketgan, qaraydigan odam yo'q, yomon bolalarga o'rnashib qopti degandek gaplarni qiling. Bunisi bo'lmaydi. Bo'ladi. Askar qo'yni yaxshi bo'ldi. Aka, Macho qo'lini so'zdi. İş o'rnimiz borligini uqsa, ko'p olmaydi. İşsizlardan, bo'libmi sirtdan kelganlardan gumon qiladi. Bo'ldi. Qadrdon, Saqchixonning nurg'un xizmat ustallari qo'yilgan zaldek cho'ng ishxonasiga kirganda, saqchilar u yoqdan bu yoqqa mengishadi. Qo'liga ko'zi silingan qiz yigitlarni ittirib, nagidir ep ketadi. Ustallarning putlariga, ish tutqichlariga ko'zi bilan chetilganlar poldalar tizlanib mükchiyib o'tirishadi. Bir vaqtda bir qancha telefon berayotganda Saqchixonning ichi vangchunga to'lgan edi. Qadrdon birdilla suv turbosiga ko'zi bilan chetib qo'yilgan Lindani ko'rib qoldi. O yerda tizlanganicha tomga qarab o'tiradi. "Hey baba!" Qadrdon aynik to'siq sirtidan varqirdi. "Baba, men keldim." "Qadrdon şu?" Lindanining ko'zlaridan o'nchidek yoshlar to'kildi. "Siz o bolalarning dadasi bo'lamsiz?" dedi o'riqqini bir saqchi aynak to'siq yeniga kelib. "Qani, bu yoqqa kiring." Saqchi Lindanining qo'lidagi ko'zini yechib, uni turbidan bo'shatdi. "Agar bolangizni aktiman desangiz, 10 ming so'm to'laysiz." dedi saqchi Lindanining qo'lidagi ko'zini olmay. "Bu degan tuzum. Menda 10 ming so'm yo'q." dedi Qadrdon temkin holda. "Olsangiz 5 ming so'm pulim bor. Men bir yerning xo'jayini emas, oshxonada so'g'ilchilik qilaman." Amsa boshliqni qishga kirayli. O'ruq saqchi koridor bo'ylab menib, 2-chi qavatdagi 201 nomerlik ishxonaga boshlab kirdi. Qo'ng'ir rangli xizmat ustida cho'kib o'tirgan o'ttir bo'y, sochlari tekshir qilgan o'ttir yoshlardagi boshliq beshini ko'tarib qarab, chiroyi villada ichildi. Qadrdonmi uni to'nib qoldi. Bir oyning oldida bo'lsa kerak. Xaroyin atkaschilarga zarba berish to'lqinida bir kecha kunduz jafo chekkan saqchilar Savur mo'llak oshxonasiga harduq chiqarg'ili kirishdi. Shu chog'da Qadrdon ularga xilma-xil qo'rimlarni qo'rib kutib olgan edi. "Voy. Siz elik ustamg'o?" Boshliq Qadrdonni kulib qarshi oldi. "Qani o'tiring." Bu bola sizning bolangizmi?" "Shundoq. Bolaning onasi o'lib ketgan. O'zim oshxonada oldirash ishlab, bolaga yaxshi qarayamidi." Qadrdonning so'zlari go'yo rostdek Lindanining o'pkisi yo'rildi. Shunga yomon bolalarning kayniga kirib, askishib qo'yibdi. Bola burun kirib baqqan bu. Boshliq saqchiga qaradi. "Bu bolani birinchi qatim tutishinglarmi?" "Shundoq boshliq." Lindan qo'rqindan titrab ketdi. Chunki u 7-8 oyning oldida tutilib, boshqa bir saqchi mush saqchixonaga elib kirgan edi. Agar u kelib to'nib qolsa, ish xemiga yanatdi. "Bo'ldi usta. Bolangiz deb keting. Birinchi qatim bo'lgandan keyin e'tibor qilmasak bo'lmas. Ammo pat yaqinda qo'l ostimdagilarni oshxonamizga olib Elakda esil qo'rimalarimiz hozirgacha tamiqimda. Qo'lim ko'ksimda boshliq. Amsa rahmat. Qadrdon Lindani yetlab chiqib ketdi.
Qadırdan tağa, İdris'qa 10 ming so'm to'lab achchiqdan deb qo'ysingiz. Nemishqa? Bu qatan meni turmaga so'yib yetish uchun qilishdan qutqizmadi, dedi London döktөгілек qari ko'zlarini mo'ldirlatib. Shunga sizning o'lkamizga o'tib ketgan bo'lsam, meni uramasmiki deyman. Londonning 10 ming so'm to'lab achchiqdan deb qo'ysangiz, sizning o'lkamizga o'tib ketsam, uramasmikin deyman degan so'zlari qadrdonning yuragini sho'rludi iyirtib etgandek bo'ldi. Shunga uning xiyoliga nemadir keldi bo'g'ay. Cho'ng eshik tuyiga kelib bo'lib orqaga yandidi. Soqchixona koridordagi o'rindiqlarning biriga kelib o'tirdi. Albatta, İdris Mod'un chashqon tutolmaydigan mushukning chiqimidan qutulish uchun turmaga kirgizib o'tishni ko'ngliga pukkan ekan. Endi Londonga rahim shafqat qilmaydi. Balkim uni biror kimga setib etib, qechib ketdi deyishim mumkin edi. Shunga qadrdon uni Shinjongga qochirib o'tish o'yining borlig'ini deb edi. London birdan shuklab ketdi. London, ketkim yo'qmi? Qadrdon uning yumaloq beshini siladi. Endi sana İdris Mod'dan yaxshilik kelmaydi. Ketkinim bilan hech nima bo'lmasa, London yig'lab aytdi. Men kimni panoh topib berma. London, men sana Xotanga bog'idek pul beraman. Sen Xotan noylik partikoning ichiga kiribla Abbos Bujon desang, kimni bo'lsa seni uyga kirib qo'ydi. Qadrdonning Londonga mehr tushib qolgan edi. Sen ularga men qadrdonning o'g'li bo'laman desang bo'ladi. Onun o'qituvchi o'sini o'qitdi. Rosmi? Men seni aldaymanmi? Texe uyda kichik bola yo'q. Ukam bilan dadam qavatli qo'shal bo'lib ketadi. Keyin bilib qolsa, bizni aldab qo'yadi. Men yomon ko'rib qolmasmi? Men sen qasam qilib beray. Hargiz unday bo'lmaydi. Ular bebaho yaxshi odamlar. Men rost o'qitamda. O'qimayman desam unmaydi. Ma'qul emsa. Ma ishni İdris'ning oldiga chandirib qo'yma, ha? Machor, Shito, Shawnolar muxlisan. Men bir necha kundan keyin sana ma'ruzatini o'qitirmayman. Ma'qul emsa. Ammo Machor, Shito, Shawnolar İdris'ning qo'lida qolamda. Men seni yo'lga sevatgandan keyin ularning amalini qilaman. Ko'nglim samba. Ajab yaxshi. London qadrdonning bo'yniga esilib quchoqlab oldi. Endi sizni o'z dadamdek ko'rma. Mening o'g'lim, o'rdan bolam. Qadrdon Londonning bag'riga bosganda. Ko'nglidan o'g'lim qaysar bo'lgan bo'lsa-mu, sanchilik bo'lib qolar edi. Mening jigirim o'g'lim. Sen hazır nerede degan peygamberlik nida kesip öttü. Bilik şirketi avazına elinip bilik torda anlatılatkan Uygur yazgıçısı Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga anlatdik. Davomini ertadagi anlatishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarimiz setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.